Allohni taniganingizni aytasiz-u, lekin uning buyruqlariga bo'ysunmaysiz. Ikkinchisi, Qur'oni Karimni o'qiysiz, ammo unga muvofiq yashamaysiz. Hazrati Payg'ambar alayhissalomni sevishingizni aytasiz, lekin u zotni o'zingizga rahbar qilmaysiz. To'rtinchisi, shaytonning dushmaningiz ekanini aytasiz, ammo uni o'zingizga do'st tutasiz. Jannatni yaxshi ko'rishingizni iddao qilasiz-u, biroq unga loyiq bo'lishga harakat qilmaysiz. Do'zaxdan qo'rqishingizni aytasiz-da, lekin unga kirish uchun qattiq g'ayrat qilasiz. O'lim haq deysiz, ammo haq bo'lgan o'limga o'zingizni tayyorlamaysiz. Odamlarning ayblari bilan mashg'ulsiz, lekin o'z xatolaringizni ko'rmaysiz. Allohning ne'matlarini ko'plab qabul qilasiz, biroq shukrini ado etmaysiz. Nihoyat oxirgi 10-siga keldik. O'liklaringizni ko'masiz, ammo bir kun kelib o'zingizning ham ko'milishingizni aslo aqlingizga